Assalomu alaykum, sevimli oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun biz yo'qdan bor qilib, uydagi bor masalliqlardan qora shahzoda pirojnisini tayyorlaymiz. Ya'ni idishga 3 ta tuxumni chaqib olishdan boshlaymiz ishni. 1 stakan shakar to'la. Ikkalasini yaxshilab aralashtirib, bir xil massaga keltiramiz. 1 stakan qatiqqa 1 choy qoshiq sodani qo'shib, aralashtirib qo'shib olamiz. Ikkinchi stakan qatiqni ham quyib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. O'simlik yog'i qo'yamiz. 3 osh qoshiq kakao, 15 gram raznixitel qo'shib, elakdan o'tkazib, ularni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Un qo'shamiz. Elakdan o'tkazib, un qo'shib aralashtirib olamiz. Men jami hisobda 2,5 piyolaga yetmagan un qo'shdim. Massamizni aralashtirib, diskga qo'yib, 180 gradusda pishirib olamiz. Diskni o'rtasidan bo'lib, oralaridan kesib olib, to'g'ri bo'lakka bo'lib, oralariga istalgan turdagi kremni surtib chiqamiz. Men домашний zavarnoy kremdan foydalandim. Issiqlikda surtib chiqyapman. 4 ta biskvitimizni ham ketma-ket krem surtib, taxlab olamiz. Chekkalaridan kesilgan qismidan urvoqlarni sepib, ertalab choy bilan ichishga yumshoqqina pirojni tayyor.